Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun ma Abdurinja inimizningki bu plakatini ko'rdimda, buningda nurg'un tillar ekan. Men ba'zi tillarni tushunganimda, ba'zi tillarni tushunamadim. Shu Abdurinja inimni bu so'rayapman-da, bu nima mazmunda bu? Zeynep Kemal bu yerda 2018-oltinchi 23-kunda hozirga qadar onlayn ashta namoyish qilyapman. Bu namoyish jarayonida bir xotir shaklda bir narsa kelib qolsin deb men bu oq raqibga Sharq Turkistonga mustaqillik Xitoy ishg'olidagi Sharq Turkiston jazolarini taqolsin deb hozirga qadar 70 xildan ortiq tilda yozg'izdim. Mana bu 5-oq raqib bu. Bunda yozg'izsam ham chiqib ketgan har bir tilda yezikda faqat bir tilni saqlab qoldim-da. Faqat tushuntirib, hammani ahvol qilib biz nima qilib sen uchun degandan keyin ba'zilar so'zlab turdi. Ba'zilar bilan yezpiramsan, nima yezpiraman deydi. Sharq Turkiston mustaqillik Xitoy ishg'oli Sharqdan jazoni taqolsin deb mushkallarni o'tamsa o'tida yezpiramsan. Yezpa deydi, shuni yezpirdi mana. Bu yezpan narsamda mana bu. Mana ko'donlar jamoat bu tashviqotlar. Alloh xolisa Zeynnikka buni mana bir Sharq Turkiston mustaqil bo'ldi. Mustaqil bo'lgan kuni berib Sharq Turkistonga davlat musiqaga chet eldan to'plab kelgan imzo deb shak bosimiz bo'ladi. Allah razı olsun. Ko'donlarmi qarindoshlar, bu shunday hayajonlangidek ishlarni qilayotgan inimizde razı, biz zaten razı. Cemaat ko'rdinglarmi? 70'le çıkıltıldı. Ya bunu inimiz degandek kelgusi Sharq Turkiston xalqi buni naydi katta yerlarda saqlaydi deb o'ylayman. Chetlar qilgan Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashini bir yordam. Albatta. Allah razı olsun inimizden.